mashg'ul qilib qo'yadigan, o'zini ilmdan chalg'itadigan barcha aloqalardan o'zini uzmog'i kerak deyapti. Ilmdan mashg'ul bo'ladigan, mashg'ul qilib qo'yadigan, chalg'itadigan har qanday narsadan aloqa uzish kerak. Fa innal fikrata mata tawazza'at, chunki fikr qachon tarqoq bo'lsa, qasurat an idrokil haqoiq, haqiqatlarni anglab yetishdan ojiz bo'ladi. Bu endi talab ilmda topilish kerak bo'lgan asosiy sifatlardan bo'ldi. Nima bo'lish kerak? Fikrni jamlash kerak. Fikr jamlash uchun ilmdan chalg'itadigan har qanday narsani nima qilish kerak? O'sish kerak bo'ladi. Ya'ni talab ilm fikrdan chalg'itadigan narsalar nima masalan? Eng katta narsa telefon hozir. Bitta telefon qo'lingizga olsangiz, ketdi masalan. Unga kirasiz, uni orqasidan unga kirasiz, ketadi. Hokazo. Mana bu eng katta chalg'itadigan narsalardan hozir. Xo'p, undan boshqa ziyoratlar, bordi keldilar, hokazo. U talab ilm bugun buni ziyorat qilgan, erta unisini ziyorat qilgan, keyin bunisini ziyorat qilgan, qayerda to'y bo'lsa to'yda yurgan, hokazo. Mana bu bordi keldini ko'pligi nimadan to'sadi? Chalg'itadi, ilmdan chalg'itadi bu. Xo'p, endi ba'zi misollar keltiradi, qarang bu narsaga salaf solihlardan. Faqat kana salafu yu'thiruna al-ilma ala kulli shay. Salaf solihlar ilmni hamma narsadan afzal deb bilishardi. Hamma narsadan ustun qo'yardi ular. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40. مثلا إمام أحمد رحمه الله 40 yoshga yetmaguncha uylanmagan ekanlar. Ya'ni faqatgina ilmga berilganligidan shu narsa ham chalg'itmasin, hayolim chalg'itmasin deb 40 yoshga yetgandan keyin uylangan ekanlar. حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض